Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz va ularning farzandlari. Bugun men sizlarga juda muhim va kechiktirib bo'lmaydigan masala haqida gapiraman. Bu xabar pensiya olayotgan har bir insonni, shuningdek ota-onasi. Buvisi yoki bobosining pensiyasi bilan qiziqadigan har bir oilani bevosita betifit qiladi. Gap pensiya to'lovlari, hujjatlardagi xatolar, qayta hisob-kitob, bank kartalari, ishonchnoma va eng muhimi firibgarlardan ehtiyot bo'lish haqida ketadi. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik pensiyasida kechikish bo'lgandan keyin, pul kam tushgandan keyin yoki bank kartasi bloklangandan keyin harakat qiladi. Aslida esa ayrim masalalarni oldindan tekshirib qo'ysangiz, bir necha kun emas, hatto bir necha oy sarson bo'lishning oldini olasiz. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar aynan vaqtida yetib borishi kerak. Avvallari ko'pchilik pensionerlar uchun hammasi oddiy ko'rinardi. Pensiya tayinlangan, har oy belgilangan kunda pul keladi. Pochtachi olib keladi yoki bank kartasiga tushadi. Odamlar ko'p hollarda hujjatlarni qayta tekshirib yurmasdi. Pasport muddati, yashash manzili, bank rekvizitlari, telefon raqami, familiya yoki ism yozilishidagi kichik farqlar katta muammo deb hisoblanmasdi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Davlat idoralari, banklar, pensiya jamg'armasi, soliq, fuqarolik holati dalolatnomalari, mahalla va boshqa tizimlar bosqichma-bosqich elektron ma'lumotlar orqali ishlayapti. Bu albatta yaxshi tomoni bilan qulay. Ko'p ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi, ayrim jarayonlar tezlashadi, ortiqcha qog'ozbozlik kamayadi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar ma'lumotlarda kichkina nomuvofiqlik bo'lsa ham, tizim buni ko'radi va to'lov kechikishi, qayta tekshiruv boshlanishi yoki pensionerdan qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Masalan, pasportda ism Gulbahor deb yozilgan, eski hujjatda esa Gulbahor bo'lib qolgan. Yoki yashash manzili pasportda bir joy, amalda boshqa joy. Yoki pensiya bank kartasiga tushadi, lekin karta muddati tugagan. Pensioner esa buni sezmagan. Yana bir holat. Pensioner ishonchnoma orqali pensiyasini farzandiga oldiradi, lekin ishonchnoma muddati tugagan. Natijada pul bor, lekin olishda muammo chiqadi. Shuning uchun bugungi asosiy xabarim shuki, har bir pensioner o'z pensiya ma'lumotlarini, hujjatlarini va to'lov usulini hozirroq tekshirtirib qo'yishi kerak. Bu gap faqat muammosi borlarga emas, hamma uchun tegishli. Chunki muammo ko'pincha oldindan bilinmaydi. Aynan to'lov kuni yoki shoshilinch pul kerak bo'lgan paytda chiqadi. Birinchi navbatda pensionerlar pensiya miqdori nima asosida hisoblanishini tushunib olish kerak. Pensiya odatda ish staji, ish haqi, imtiyozlar, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik, yoshga doir pensiya turi va boshqa omillarga qarab belgilanadi. Agar shu ma'lumotlardan birortasi noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, pensiya kam hisoblangan bo'lishi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam 35 yil ishlagan, lekin tizimda 28 yil ko'rinib turadi. Nega? Chunki bir korxona yopilib ketgan. Arxiv hujjatlari vaqtida topshirilmagan, mehnat daftarchasidagi muhr xira, ishga kirgan yoki chiqqan sana noto'g'ri o'qilgan. Bunday holatda odam yillar davomida kamroq pensiya olib yurgan bo'lishi mumkin. Masalan, agar hisobga olinmagan 5 yoki 7 yil ish staji pensiya miqdoriga ta'sir qilsa, har oy 100 ming, 200 ming, ba'zan undan ham ko'proq farq chiqishi mumkin. Bir oyda bu uncha sezilmasligi mumkin, lekin bir yilga ko'paytirsangiz 1 million 200 ming yoki 2 million 400 ming so'm farq bo'ladi. 3 yilga ko'paytirsangiz bu anchagina mablag'. Ikkinchi muhim masala, pensiya oshirilganda hamma bir xil miqdorda oshadi deb o'ylash noto'g'ri. Ayrim oshirishlar bazaviy miqdorlar, ayrimlari minimal pensiya, ayrimlari nafaqa yoki qo'shimcha to'lovlarga taalluqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimga 1 ming so'm qo'shilibdi, menga 120 ming so'm qo'shilibdi. Demak, meni aldashdi deb darhol xulosa qilish kerak emas. Avval pensiya turi, oldingi miqdor, imtiyoz bor yo'qligi, qo'shimcha to'lovlar hisobga olinganmi? Shularni tekshirish kerak. Masalan, bir pensioner yoshga doir pensiya oladi va uzoq ish stajiga ega. Ikkinchi pensioner esa ish staji kam bo'lgani uchun minimal pensiya darajasida oladi. Uchinchisi nogironlik pensiyasi oladi. To'rtinchisi boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. Ularning to'lovlari bir xil tartibda ko'rinishi mumkin, lekin hisoblash asoslari farq qiladi. Shuning uchun har bir odam o'z hujjati bo'yicha alohida tekshirishi kerak.
Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchi guruh yaqinda pasport yoki ID karta almashtirgan pensionerlar. Agar yangi hujjat olingan bo'lsa, ayrim tizimlarda ma'lumot yangilanishi kerak bo'ladi. Ko'pincha bu avtomatik bo'ladi, lekin hamisha ham muammosiz o'tmaydi. Agar pasport seriyasi raqami JSHR yoki familiya ismida farq bo'lsa, bank yoki pensiya bo'limida moslashtirish kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh bank kartasi orqali pensiya oladiganlar. Karta muddati tugagan bo'lsa, karta yo'qolgan bo'lsa, telefon raqam o'zgargan bo'lsa yoki karta uzoq vaqt ishlatilmagan bo'lsa. Pensiya tushgan taqdirda ham pulni yechishda qiyinchilik bo'lishi mumkin. Ba'zi pensionerlar kartani farzandiga berib qo'yadi. SMS xabarnoma esa boshqa raqamga ulangan bo'ladi. Bu juda xavfli. Pensionerning o'zi qancha pul tushganini bilmaydi. Kartadan qachon va qancha pul yechilganini nazorat qilmaydi. Oilada ishonch bo'lsa ham moliyaviy ma'lumot aniq bo'lishi kerak. Uchinchi guruh pensiyasini ishonchnoma orqali oldiradiganlar. Ishonchnoma muddati tugasa bank yoki pochta pul bermasligi mumkin. Ayrim odamlar oldin berardi-ku deydi, lekin hozir tekshiruvlar kuchaygan. Ishonchnomada kimga, qanday huquq berilgani, muddati, notarial tasdiq bor yo'qligi aniq bo'lishi kerak. Agar pensioner kasal bo'lsa, yurishga qiynalsa, buni oldindan hal qilish kerak. To'lov kuni kelganda emas. 4-guruh boshqa tumanga yoki viloyatga ko'chgan pensionerlar. Doimiy yashash joyi o'zgargan bo'lsa, pensiya ishini yangi joyga o'tkazish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda to'lov davom etadi, lekin ma'lumot yangilanmasa, keyin tekshiruvda muammo chiqadi. Ayniqsa, manzil bo'yicha imtiyoz, kommunal to'lovlar, parvarish puli yoki boshqa yordamlar bo'lsa, manzil aniq bo'lishi shart. 5-guruh ishlashda davom etayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu qonuniy, lekin daromad, ish joyi, staj va ayrim to'lovlar masalasida farqlar bo'lishi mumkin. Ishlayotgan pensioner o'zining mehnat shartnomasi rasmiy yuritilayotganini, ish beruvchi tegishli ma'lumotlarni topshirayotganini tekshirishi kerak. Chunki keyinchalik qayta hisoblash yoki qo'shimcha staj masalasida aynan shu ma'lumotlar kerak bo'ladi. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, pasportingiz amalda bo'lsa, bank kartangiz muddati tugamagan bo'lsa, har oy pensiya vaqtida tushayotgan bo'lsa, pensiya miqdori bo'yicha shubhangiz bo'lmasa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir yiliga kamida bir marta ma'lumotlarni tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki pensiya uzoq muddatli to'lov. Unda bitta ham to'ham yillar davomida ta'sir qilishi mumkin. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi oltin tekis yoshli pensioner bank kartasiga pensiya olardi. Kartaning muddati tugagan, lekin u buni sezmagan. Chunki kartani asosan o'g'li ishlatgan. Pensiya tushgan. Lekin yangi karta rasmiylashtirilmagani uchun bank operatsiyalarida cheklov bo'lgan. Natijada pensioner doriga pul kerak bo'lgan. Kuni bankka borib, navbat kutib, keyin yangi karta ochish uchun yana hujjat topshirishga majbur bo'lgan. Agar u kartaning amal qilish muddatini bir oy oldin tekshirganida, bu muammo bo'lmasdi. Ikkinchi misol. Bir ayol 30 yildan ortiq maktabda ishlagan. Lekin pensiya hisobida uning bir necha yillik staji ko'rinmagan. Sababi eski maktab nomi o'zgargan, arxiv ma'lumotda esa familiyasi turmushga chiqqandan oldingi holatda qolgan. U avval baribir shunaqa ekan deb yuravergan. Keyin hujjatlarni yig'ib arxivdan ma'lumotnoma olib, pensiya bo'limiga murojaat qilgan. Natijada pensiyasi qayta ko'rib chiqilgan. Bu yerda asosiy dars shuki, agar siz uzoq ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiyangiz juda kam ko'rinsa, albatta tekshiring. Menga shuncha chiqibdi. Demak, shu to'g'ri deb qabul qilib yubormang. 3-misol. Bir pensionerga telefon qilib, sizga pensiya qo'shimchasi chiqdi. Kartangizga o'tkazib beramiz. SMS kodni ayting deyishgan. U kishi ishonib kodni aytgan. Bir necha daqiqada kartasidagi pul yechib olingan. Mana shu eng xavfli nuqta. Hech qaysi rasmiy tashkilot sizdan telefon orqali bank kartangizning to'liq raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodini yoki PIN kodini so'ramaydi. Agar kimdir shuni so'rasa, bilingki bu firibgar. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik masalalarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, pensiya kechiksa, bu har doim ham pensiya bekor bo'ldi degani emas. Ba'zida bank texnik ishlar olib boradi. Ba'zida dam olish kunlari yoki bayram kunlari to'lov jadvaliga ta'sir qiladi. Ba'zida ma'lumot almashinuvida kechikish bo'ladi. Lekin agar pensiya odatdagi kundan 2-3 ish kundan ko'proq kechiksa, kutib o'tirmang. Bankka
pensiya bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy xizmat markaziga murojaat qiling. Ikkinchi nozik jihat, qo'shimcha to'lovlar avtomatik tushadi deb o'ylash hamisha to'g'ri emas. Ayrim imtiyozlar uchun alohida hujjat talab qilinishi mumkin. Masalan, nogironlik guruhi, parvarishga muhtojlik, urush yoki mehnat faxriysi maqomi boquvchisini yo'qotganlik, qaramog'ida shaxs borligi kabi holatlar alohida tasdiq hujjatlarini talab qiladi. Agar hujjatning muddati tugagan bo'lsa yoki qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, to'lov to'xtab qolishi yoki o'zgarishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, pensioner vafot etgandan keyin uning kartasidan pul yechish masalasi. Bu juda og'ir mavzu, lekin aytishim shart. Agar pensioner vafot etsa, uning nomiga tushgan keyingi to'lovlar bo'yicha qonuniy tartib bor. Oila a'zolari baribir otamning pensiyasi edi deb kartadan pul yechsa, keyin qaytarish talabi yoki huquqiy muammo chiqishi mumkin. Bunday vaziyatda darhol tegishli idoralarga xabar berish, meros va dafn puli masalalarini qonuniy rasmiylashtirish kerak. 4-nozik jihat. Kimdir men sizga pensiyani oshirib beraman deb pul so'rasa, bu juda shubhali. Pensiya oshirish, qayta hisoblash, stajni tiklash qonuniy hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Hech kim tanish bilish orqali ichkaridan hal qilib beraman deb pul olmasligi kerak. Agar sizda haqiqatan staj yoki imtiyoz bo'yicha asos bo'lsa, hujjat topshirasiz, ariza yozasiz, rasmiy javob olasiz. Rasmiy tartibdan tashqaridagi va'da ko'pincha firibgarlik bo'ladi. 5-nozik jihat, SMS xabarnoma va telefon raqami. Ko'pchilik pensionerlar bankka ulangan telefon raqami o'z nomida emasligini bilmaydi. Ba'zilar farzandining raqamini ulagan, ba'zilar eski raqamni ishlatmay qo'ygan. Agar SMS boshqa odamga bo'lsa, siz pul harakatini ko'rmaysiz. Bu nafaqat nazorat masalasi, balki xavfsizlik masalasi ham. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankka borib yangilating. 6-nozik jihat, mehnat daftarchasidagi xatolar. Eski davrda yozuvlar qo'lda yozilgan, muhrlar xira bo'lgan, sanalar chalkash tushgan holatlar juda ko'p. Agar siz pensiyaga yaqinda chiqayotgan bo'lsangiz yoki chiqqan bo'lsangiz, mehnat daftarchangizni yaxshilab ko'rib chiqing. Ishga qabul qilingan sana, ishdan bo'shagan sana, lavozim, korxona nomi, buyruq raqami bor yo'qligi muhim. Bitta sahifadagi xato keyin butun yilni hisobdan chiqarib yuborishi mumkin. Endi eng muhim qism. Nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amaldami? Muddati tugamaganmi? Ism, familiya to'g'ri yozilganmi? Chayish yashir raqam hujjatlarda bir xilmi? Yashash manzilingiz yangilanganmi? Agar pasport almashtirgan bo'lsangiz, bank va pensiya bo'limidagi ma'lumotlar yangilanganini tekshirib qo'ying. Ikkinchi qadam, pensiya tushadigan bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Karta faolmi? SMS xabarnoma qaysi telefon raqamiga ulangan? Mobil ilova ishlayaptimi? Kartada begona operatsiyalar yo'qmi? Agar kartani o'zingiz ishlatmasangiz ham, oyiga kamida bir marta hisob kitobni ko'rib o'tiring. Farzandlaringiz yordam bersa yaxshi, lekin nazorat sizda ham bo'lsin. 3-qadam, pensiya miqdoringizni tekshirib oling. Oxirgi tushgan summa, oldingi oy summasi, qo'shimcha to'lovlar, ushlab qolishlar bor yo'qligini yozib boring. Oddiy daftar tuting. Oy nomi, tushgan summa, sana. Agar farq bo'lsa sababini yozing. Bu juda oddiy ish, lekin keyin murojaat qilganda qo'lingizda aniq ma'lumot bo'ladi. 4-qadam, mehnat stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish joylaridan berilgan buyruq ko'chirmalari, diplom, harbiy xizmat hujjati, bolani parvarishlash davri bo'yicha hujjatlar. Agar kerak bo'lsa, sud qarorlari yoki boshqa tasdiqlarni jamlang. Agar qaysidir yillar hisobga olinmagan deb o'ylasangiz, o'sha davr bo'yicha arxivga yoki sobiq ish joyiga so'rov yuboring. 5-qadam, pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilganda arizani og'zaki emas, yozma shaklida bering. Arizada ism, familiyangiz, pasport ma'lumotnomangiz, yashash manzilingiz, muammo mazmuni aniq yozilsin. Masalan, mening pensiyamni hisoblashda 1980 yildan 1995 yilgacha bo'lgan ish stajim inobatga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. Yoki pensiya miqdorim oxirgi oyda kamayganligi sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozing. Yozma murojaatga yozma javob olish osonroq bo'ladi. 6-qadam, agar siz yurishga qiynalsangiz, yaqinlaringiz yordamida oldindan ishonchnoma rasmiylashtiring. Ishonchnomada aynan qanday vakolat berilayotgani ko'rsatilishi kerak. Bankdan pensiya olish
hujjat topshirish, ma'lumotnoma olish, ariza berish va hokazo. Muddati tugashini kalendarga yozib qo'ying. Ishonchnoma tugagan kuni emas, undan oldin yangilashga harakat qiling. 7-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kod aytmang, hech kimga pin kod bermang. Telefon orqali pensiyangiz oshdi, kartangizni ayting. Kompensatsiya chiqdi, oldindan to'lov qiling. Hujjatingiz bloklangan, tezda pul qiling degan gaplarga ishonmang. Rasmiy masala bo'lsa, sizni rasmiy idoraga chaqirishadi yoki rasmiy xabar beriladi. Shubha tug'ilsa, telefonni qo'ying va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga yoki pensiya bo'limiga qo'ng'iroq qiling. 8-qadam. Oilada pensiya masalasini ochiq muhokama qiling. Ota-onangizning kartasi qayerda? SMS kimga boradi? Pensiya qachon tushadi? Dorilar va kommunal to'lovlarga qancha ketadi? Bularni bilish kerak. Bu nazorat qilish uchun emas, himoya qilish uchun kerak. Ko'p firibgarlar aynan yolg'iz yoki texnologiyani yaxshi tushunmaydigan pensionerlarni nishonga oladi. 9-qadam, agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb hisoblasangiz, dalilsiz bahslashmang. Hujjat bilan boring. Qo'shnim ko'proq olyapti degan gap dalil emas. Dalil bu mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqida ma'lumot, tibbiy xulosa, imtiyoz guvohnomasi, bank ko'chirmasi yoki rasmiy javobdir. Qancha aniq hujjat bo'lsa, masala shuncha tez yechiladi. 10-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya miqdori, oshirishlar, imtiyozlar va tartiblar bo'yicha eng ishonchli ma'lumot rasmiy idoralar. Davlat xizmatlari portallari, banklarning rasmiy kanallari va mahalliy ijtimoiy xizmat organlaridan olinadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarga ishonib ketmang. Ayniqsa, hamma pensionerlarga falon million beriladi degan xabarlar ko'pincha yolg'on yoki noto'g'ri talqin qilingan bo'ladi. Agar hozir siz uyda o'tirib, menda hammasi joyida bo'lsa kerak deb o'ylayotgan bo'lsangiz, men sizga shuni aytaman. Tekshirish hech qachon zarar qilmaydi. Bir marta bank kartangizni ko'rasiz, bir marta hujjat papkangizni tartibga solasiz, bir marta pensiya bo'limidan ma'lumot olasiz. Natijada ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Agar xato topilsa, uni vaqtida tuzatasiz. Agar xato topilmasa, demak yaxshi. Lekin baribir siz vaziyatni nazorat qilgan bo'lasiz. Hurmatli pensionerlar, bugungi tezkor xabarning mazmuni shundan iborat. Pensiya masalasida beparvo bo'lmang. Hujjatlaringizni, bank kartangizni, telefon raqamingizni, stajingizni va pensiya miqdoringizni tekshiring. Kichik xato katta kechikishga olib kelishi mumkin. Kichik ehtiyotsizlik firibgarlarga yo'l ochishi mumkin. Lekin vaqtida qilingan oddiy tekshiruv sizni ko'p muammolardan saqlaydi. Agar sizda pensiya kechikishi, kam hisoblash, staj muammosi, bank kartasi yoki ishonchnoma bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi masala ko'pchilikni qiynayotganini ko'rsam, keyingi videoda alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu xabarni albatta ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir kishining pensiyasini, vaqtini va asabini saqlab qolishi mumkin.